Yaxshimisiz? Erkak kishimiz aka, siqilish kerak emas, qiyinchilik hammasi o'tib ketadi, xudo xolisi. Sizga bitta savolim bor. Taqdir taqozo qilib ikkita yo'ldan bittasini tanlash kerak bo'lib qoldi. Bitta yo'lingizda boylik bor, bir hafta ichida millioner bo'lib ketasiz. Ikkinchi yo'lingizda oilangiz bilan baxtli, saodatli hayot kechirasiz, uzoq umr ko'rasiz. Qaysi birini tanlardingiz? Men bo'ydoman, boylik tanlayman. Bo'ydomisiz? Boylik tanlaysiz. Pulli. Tanla. Undan ko'ra palasani bittasini tanla. Yo bu yoqda yur, yo bu yoqda yur, o'rtada yuribsan. Xalaqit berib. Yo og'zingga pulni tanlaymish. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Erkak kishimiz aka, siqilish kerak emas, qiyinchilik hammasi o'tib ketadi, xudo xolisi. Sizga bitta savolim bor. Taqdir taqozo qilib ikkita yo'ldan bittasini tanlash kerak bo'lib qoldi. Bitta yo'lingizda boylik bor, bir hafta ichida millioner bo'lib ketasiz. Ikkinchi yo'lingizda oilangiz bilan baxtli, saodatli hayot kechirasiz, uzoq umr ko'rasiz. Qaysi birini tanlardingiz? Men bo'ydoman, boylik tanlayman. Bo'ydomisiz? Boylik tanlaysiz. Pulli. Tanla. Undan ko'ra palasani bittasini tanla.